Assalomu alaykum, Traktor Boros kanalining obunachilari. Bugun traktorlarni qisqacha narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketamiz. 82.1 oddiy most traktorimiz hozirgi kundagi narx 340 million so'm. Bayramga skidka qilib beramiz, qadrdon mijozlarimiz bemalol kelib xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, konditsioner radiolar mavjud. Tuning xizmatlari ham mavjud. 340 million so'm lizingga 5 million skidka, naqd to'lov asosida kelsangizlar 10 milliondan 15 milliongacha skidka qilib beramiz. Qadrdon obunachilar, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Quyidagi raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Undan tashqari 82.1 balishli most traktorimiz. Hop, 355 million so'm. Bu traktorimizda ham konditsioner radiosi bor 2025. Lizing asosida oladigan bo'lsangiz 5 million skidkasi bor. Naqd to'lov asosida oladigan bo'lsangiz undanda yengillik bor. 10 milliondan 15 milliongacha skidkasi bor. Qadrdon obunachilarimiz bemalol kelib xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, undan keyingi traktorimiz 80.1 traktorimiz ham bor. 315 million so'm. Naqdga 305 million so'm qilib beramiz. Lizing asosida 310 million so'm asosida chiqadi. 892.2 traktorimizdan kelgan qadrdon obunachilarimiz bemalol kelib xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Bu traktorimiz qator orasiga tushishi bilan ancha mashhur. 76-80 qator orasiga bemalol tushadi. Bu traktorimiz hozirgi kundagi narxi 365 million so'm. Naqd to'lov asosida kelsangiz 15 million naqd, 15 million skidkasi bor. Bayram oldi. Qadrdon obunachilar bemalol kelib olib ketadigan joyi. Undan so'ng 892.2 385 million so'm. Uni ham skidkasi 10 million naqdga, 5 million lizing asosida. Navbatdagi traktorimiz 952.2 traktor balishli most bo'ladi, ancha baquvvat. Hop, bu traktorimiz 395 million so'm. 2025 lizing asosida oladigan bo'lsangiz 5 million skidkasi bilan lizing asosida chiqarib beramiz. Naqd to'lovga kelsangiz 10 milliondan 15 milliongacha skidka qilib beramiz. Bayramgacha faqat aziz obunachilarimiz, qadrdon kuzatuvchilarimiz. Xo'p. Navbatdagi traktorimiz 1025 hamda 1025 traktorlarimiz. 1025 traktorimiz hozirgi kundagi narx 510 million so'm. Buni ham lizing asosida oladigan bo'lsangiz 5 million skidka bilan chiqarib beramiz. 1 yildan 3 yilgacha boshlang'ich 25% ni to'lasangiz bo'ldi. Oldi murdalari yangi faralar bilan chiqqan balishli most bo'ladi. 2025 konditsioner radiosi mavjud. Hop, undan keyingi traktorimiz 1025.2 traktorimiz. Hop, hozirgi kundagi narx 470 million so'm. Lizingga oladigan bo'lsangiz 1 yildan 3 yilgacha boshlang'ich to'lov asosida 25% bilan chiqarib beramiz. 5 million skidkasi bor. Lizing oladigan bo'lsangiz, lizing asosida. Naqd to'lov asosida oladigan bo'lsangiz 10 milliondan 15 milliongacha skidkasi bor. Bundan tashqari 1221 traktorlarimiz tamojna turibdi. Qadrdon obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz. Kelsangiz u traktorlarni ham bemalol olib chiqib ketish imkoniyatiga egasiz. 1221.2 630 million so'm, 1221.3 640 million so'm. Xuddi shunday naqd to'lov asosida kelsangiz 10 milliondan 15 milliongacha skidka bor. Lizing asosida oladigan bo'lsangiz 5 million skidkasi bor. Ulgurib qoling, qadrdon obunachilarimiz. Bayram oldi skidkalarimiz davom etyapti. Kuzatishda davom eting.